Salam dostlar, ko'rayotganinglar Elçi programmasi. Programmamızın tacidarlığını özgüç təmtid tutqulları bilan xeridalarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan özcün yemek içmek işlep çıkış çeklik şirketi öz üstüge algan. Programımızda sap tava hasal içimligi, əslitem qarqat içimlikleri bilan xeridalarning oldin tanlashi hem yaxtırışıga erişken G'ulja Gültaj yemek işlep çıkış çeklik şirketi öz üstüge algan. Programımızda Berginaz, Gülginaz, Gülgiber markaları bilan tanılgan Şinjan Berginaz Xalqaro savdo çeklik şirketi alohida talab qilgan. Xo'sh, Elçi programımızda biz bilan birga qo'l tutuşup aldı qarab mengayotgan ustozlarni tanıştırıp o'tay. Şinjan Subi advokatlık o'rnining hamkorlashuvchisi pishqan tajribelik o'z kasbida marka obraz tiklaydigan advokat Fatigul Abduqodir. Fatigulga qarshi olamiz. Sevimli dostumuz psixika maslahatchisi Ali Muallim. Ali qarshi olamiz. Kenamsa bugun sahnamizga qadam tashrif qilgan qiz mehmonlarni kutib olamiz. Marhamat. Kepsizlar. Biz aldınqısan programımızda Kemsiz risolatni uzatdik. Undaq bo'lsa risolatning o'rniga kelgan. Qani, singlimmiz, o'zingizni bir tanishtirib o'ting. Yaxshimi ustozlar, yaxshimi Mayrada? Yaxshimisiz? Yaxshimi, men oldingi qitim qatnashgan. Marhaba. Ha, men Urumchi Shoshimirda kiyim-kechak solib qo'ygan. Xush kelibsiz, marhaba. Xo'sh, qani, qizlar, cho'qim her qitim chiqishi oldida turgan yigitga nisbatan azdur qiziqishning bo'lishi normal ahvol. Uni tushunib yiqish istagining bo'lishi normal ahvol. Undaq bo'lsa, biz birlikda tanishib, birlikda tushunib baqaylik, ekran qaraylik. Ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Men Akbardan sizlarga salom. Men bu yil 28 yoshga kirdim. Qiziqishim boksdan ketdi. O'zim Pokizlik elchisi oila mulozimatchilik shirkatining qurg'uvchisi. Mening elchi sahnasi kelishga maqsadim fikrda o'rtoqlasha oladigan, kasbni qizg'in suydigan hamro bilan tanishib, turmushimni xotirjam baxtli o'tkazish. Qani, Akbar, sahnamizga marhamat. Yaxshimi olim, yaxshimi partiyalar, yaxshimi mayrada, yaxshimi qizlar, men Akbardan sizlarga o'tliq salom. Fikr o'rtoqligi bor, kelgisi jo'ramni deb elchi sahnasi keldim debsiz. Shunaq. O'zaro fikrlashmay turib o'rtoqlik bormi yo'qmi bilgili bo'lmaydi. To'g'ri. Undaq bo'lsa, boshlasangiz bo'ladi. Mendan savol so'rasangiz, qizlardan so'rasangiz bo'laverdi. Men jiddiylik qilyapsiz. Undaq bo'lsa, qizlar fikr o'rtoqligi izlab baqsinmi? Bo'ldi. Yaxshimisiz Akbar? Yaxshimi. Siz bayatdan o'zingizni sunishtirgan vaqtingizda men iyilik tiklayaptim. Ma'lum bir shirkatning qurg'uvchisi deb ekansiz. To'q shirkatning ismini bilmay qoldim, lekin shu o'z oldingiz iyilik tiklab shirkat qurayotgani qanchalik bo'ldi sizga? 3 yil oldu. 2019-yildan boshlab shirkat qurayotdingiz. Asosliqi nima kasb bilan shug'ullanasiz? Shu qaysi xil sohadagi shirkat? Asosliqi shu oila mulozimatniki. Oila mulozimatchilik, ya'ni oilalargacha berib mulozimat qilgan. Shunaq. To'g'ri. Unda bo'lsa, shu bayatdan men o'zim shirkat qurgan bo'lgandan keyin tushuntirishni anglab, bir ikkimizning o'rtoqligimiz bor ekan deb o'yladim. Masalan, sizning qizlar qo'ydigan talabingiz qanday mesela ochiq yuriq qizlarni yaxshi ko'ramsiz yoki o'z tutib qo'ygan suyimli do'stimiz risolatdek ishimiz qizlarni yaxshi ko'ramsiz yoki qanday qizlarga talab fikrlaringiz bor? Ochiq yuriq qizlarni yaxshi ko'raman. Ochiq yuriq qizlarni yaxshi ko'ramsiz. Bo'ldi. Rahmat. Yaxshimisiz Akbar? Yaxshimisiz. Siz nima uchun shu kasbni tanlab qoldingiz? Masalan, Pokizlik elchisi oila mulozimat shirkatini quribsiz. Ma'lum bir ish ta'sir qilib qoldimi yo bir ish sabab bo'ldimi? Nima uchun tanlab qoldingiz? Onun üstüge o'zim pokizlikni yaxshi ko'raman. Men bu kasbni shu boshqa qilgan vaqtimda men boshqa bir zavod ochgan. O'mi shu oila mulozimat zavodi deb gilam yuzgan zavoddi. Men shu gilam yuz zavodining ish jarayonida bir xaridaning gilamini buzib qo'ydim. Buzib qo'yib 20 necha ming qo'yib to'lab qo'ydim-chi bunga. Shunlar men shu ishga o'lkalarga tushib, men shu qanday qilganda texmi yaxshi bo'lgan bir kasbni, ya'ni shu o'zimning qilayotgan kasbni taraqqiy qildirish jarayonida
Men şu hazırki şirketni içip mağduriyatım şu. Neçə yaş vaxtınızdan başlap öz aldığınızda iyilik tikildiniz? 24. 24 yaş vaxtınızdan mı? Andan keyin axırda bir deydiğim ben ve kiyinişinizi bek yaxtırdım. Andan keyin bek geliqçi bir adam şunda rahat, şunda yaxşı bir xil pakiz bir tuyğu berdi ki. Şirket kurdum dediniz ha? O gilamju şirketi mi? Yo'q, yolg'iz gilamlam emas. Men oylik kirib parda, gilam, sofa, dalish hammasini uydan eshkatmay turiblam yutib beralayman. Uyda etiketmeyle turib o'ynaysiz. Shunaqa. Qanday juysizlar? Mening ma uskunlarim Germandan kirgan uskunlar, shu hozirgi shu uskunlarga tayinib ishqana narsalarni teshib ishqmay turiblam. Ya'ni shu oilaning egilari ko'rish asosida, ya'ni %100lik rostchilik bilan shu ashta mulozmat beraman. Bu kesim siz ishkirda berib o'rganib keldingiz. Shunaqa. O'rninglar nerede? O o'rnimiz ma Qarlaylis mehmonxonasida. Sizdan yana so'raychi, siz nerede? Men Urumchilik. Rahmat. Bir qitimliq yiqilish, bir qitimliq dast turishingizga sababchi bo'ldi va 20 necha ming ko'yliq gilamni buzib qo'ygandan keyin egisi to'lishingizni talab qilgandi balkim. Lekin men o'zim to'lab berdim. To'liq pulini to'lab berdingizmi? Ashtaq gilamga o'xshash gilamni olib berdingizmi? Olib berdim. Yaxshimisiz Akbar? Yaxshimisiz. Masalan, siz to'y qilmoqchi qiz olg'i yosh cheklimiz bormi? Yo'q. Yo'qmi? Sizni cho'ng bo'lib qolsin bo'laveramda. Ko'ngil chiqib qolsa amal yo'q qo'ymagan. Ko'ngil chiqib qoldi. Agar sizningki masalan qizlardagi eng yoqtirmaydigan odat qaysi odatni yoqtirmaysiz? Qizlar qatta. Yo'q, bekadimika batnashlar bor. Qizlar yaxshi ko'raysizmi? Ha, shunaqa. Akbar andan keyin siz taqdir qo'zmi shunaq hamda bir xil qamlashgan ekansiz ham yurish turishingiz shundoq pokiz. Andan keyin o'z oldingizga egilik tiklabsiz. Biroq qizlar judon bo'lib Akbar ishkili yurib qolayni sizni yoqtirib qoldim deb bundaq qilib aktiv holatda degan qizlar bordi balki men. Burun batdi hozir men ishdan sirtqi qiziqishim boks emasmi? Tandikat o'zim shu asosli shu ishni qilman. Boksyorchilikmi? Ha. Ishdan sirq qilsangiz. Ancha-muncha chiniqibmi qo'yamsiz? Men ishmijaz. Bakmu-bakilqi parangish ketmayman boshqa odamlar bilan-chu. Shu odatda shu. Achchig'ingiz kelganda shu boksyor xaltasiga urish bilan besimingizni yeniqtirgansizda? Ha. Ya achchig'im unda kelib ketmaydi mening. Boksyor xaltasiga mushliqdekmi achchig'ingiz kelganda? Shundan qarta o'zimdan shu ba'zan charchagan ayollar bilan shu ardoqlarimni chiqarib olaman. Masalan, shu elchiga chiqmasdan burun shu turmushimizdan masalan shu jamiyat o'zingiz bundaq izinib baqdingizmi? Masalan, tanishib baqsam deb masalan, aliqi do'st birodarlaringiz atrofingizdagilarga tanishdigan ahvollar bo'ldimi? Yo'q. Bo'lmadimi? Yo'q. Rahmat. Akbar siz bayatınlarla so'radi, yo'q dedingiz. Bundan burun bir qiz bola bilan muhabbatlashib baqmagan. Muhabbatlashib baqan. Lekin u tugab ketgan. Qiz do'stingiz tugab ketgan. Ha, shunaqa. Ondan keyin hozir shu sizmi bo'ytaqalatda shunaqa. Shu bayatdan men qizlarga bo'lgan talab o'lchamingizni so'radim. Masalan, amma odamninki bir eng yuqori o'lcham, masalan, eng tuban o'lcham, eng yuqori o'lcham bo'ldi-ku. Masalan, kamchiligi tarafdan siz bir qizni qanday o'lcham qo'yasiz? Masalan, ma'lum bir qizninki sad bo'lib qilishi sizning eng tuban o'lchamingizmi yoki ma'lum bir qizninki mijozi o'sal, qo'pol, yaqiningizga esilib so'qishib siz bilan bir nisasini ishkini soldigan holatda qilishi sizga eng tuban o'lchamingiz qaysi xil holatda siz yoqtirmaysiz shu ishni? Odatda shu odam o'zini yaxshi ko'rganda undan boshqalarni yaxshi ko'ralaydi. Odam o'zini hurmat qilganda undan boshqalarning hurmatiga erishalaydi. Mening shu asosli qarashim shu qarshi taraf, ya'ni men o'xshash mijozdagi bo'lsa, men shunga amroq. Agarda men yaxshi ko'rib qolgan bo'lsam, masalan, uningda ma'lum bir illatlar bo'lgan bo'lsa, men uni kuchab o'zim tuzitib olsam bo'ldi deb qarayman. Sizni so'rab baqay tamoq italamsiz. Italayman. Bora-bora o'g'illar so'raydigan savolni qizlar so'rayotdi va. Demakchi, endi keyin masalan, keyingi turmushlarda ayoli bilan oshxona ishlarini tan qilib beralamdi, qilib beramanmi, shuni bilmoqchiman. Oldingi san programmalarda nurg'un yigitlardan so'rg'im bor, lekin so'rashga qat'iy fursat kelmagan. Sizdan so'ray. Egilik tiklab bo'psiz. Bundan keyingi sizning 5 yillik planingiz nima? Konkret holatda mushami qizlarga bir deb bersangiz, qanday planlaringiz bor masalan? Plan shu, men o'zim bir loyiq topmoqchida, shu topgan loyiqimni o'zimning shu
yo'liga kirmoqchi. 5 yillik planning dastlabki dastlabki birinchi qadami tarmog'i loyiq tepish. Ikkinchisi-chi, Ikkinchisi uni tarbiyalash. qizni tarbiyalash. Shunaq. Uchinchisi-chi, Uni bir yaxshi onaga ona qilish. Demak, 2 yil. To'rtinchisi ikkinchi farzandimizga tayyorlik qilish degandek. Ma planning ichida asli Rahimaning so'rig'ini ma kasbiy jihatdagi taraqqiyotim bo'lish kerak-a. Bo'pti. Birinchi tarmoqi loyiq tepish. Ikkinchisi bolalik bo'lish. Uchinchisi-chi, ma kasbiy halqaga kelaylik. Üçüncüsü ben özüm kodlamış düşünüyorum değil. Hazır Sincan'ın bazı yerlerde vakaletçilerim var. Şunu ben tarafı kız boğan ki Kasbni ko'lamlashtirish. kesmi kölemleştiriş. Andan şuymuş kesiplen mesela Sincan'a nurgun kesipler de kırmızı. Ben şu kesiplen ekirmekçi hesapta. Özümün keyinki 5 yıllık planlarda. Rahmat, savolim tugadi. Yaxshimisiz Ayfar? Yaşımız. Siz tez to'y qilmadingiz, shunami? Yo'q. Masalan, siz to'y qilmay turib, sizga to'y qilib bo'lgan, yana shundaqla farzandi bor, loyiq uchrab qolsa, siz buni qanday qaraysiz? Ben yalnız özüm qarayman. Mesela Milan diginemem de. Çokum ben onu yaxşı görüşüm gerek. O eğer ben onu hakikaten yaxşı görüp kalsam, o ben şu işkana işemez. Hamda qizlardan so'rab baqsangiz bo'lamdi. Maqul. Ben bir baştan sonra bakaya. Voy, so'ramaydi ekan. So'risi bir boshdan birma-bir so'raydi ekan. Qani. Mesela ben Allah'a sizden bir soru sorayım. Mesela ben ikimiz to'y qilib qoldik, to'y qilib qolib, siz ko'chada ketib berib turib, noyat chiroyli bir qiz olib bilan men bilan noyat chaqchaqlashib, paranglashib turganingizni ko'rgan vaqtingiz siz qanaqa qilasiz? Terkimaman. Siz kelamsiz yanimga. Borma. Berib men bu siz bilan chandima ish qizlar paranglashma. Hozir gapimizni anglamadingiz deydi, Lala qarang. Gapimizni anglamadingiz, lekin keling. Voy Akbar ukam, Yaxshi, sahnasida ko'rishgan to'qman bugun ko'rishib qoldik, Bo'ldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizlar tanishamdinglar? Tunishimiz kasbdosh. Ikkimiz tanishatdik qolala. Vi unutib qoldim jumuada. Boyim bir narsa olmadim, o'tib ketib shuni bilan satildi, ahvol so'rayman qoldim. Bo'ldi adamsa, keyin kelishlik. Xo'sh qildim. Demak, chiroyli bir qiz bilan paranglashdi degan gaplar uningki sizningki kundishingiz va yoki siz kunlashga tegishli qiz ekanligini isbotlamaydi. Balki menga o'xshash hadisi bo'lib qolishi mumkin. Va yoki bir qo'shnisi, ko'n malida birga o'tgan qulum qo'shnilardan birasi bo'lishi mumkin degandek. Javobi qanday bo'ldi? Masalan, ashta sharoit qartlarda endi. Masalan, qarisi bilan ochig'im kelmaydi demoqchi. Lala masalan bir o'g'on bola bilan paranglashib turgan bo'lsa, men cho'qim yon saqlab turman. Yonda saqlab tursiz, bormaysiz. Chunki mening o'zim ishonchim bor-da. O'ziga ishongan vaqtda anan o ishimda ansirimsin bo'ldi deb o'ylayman. Chunki mening o'zim ishonchim bor. O mening ayolim bo'ldi hisob shunami? Men ayolim o'zim ishonganki men o'ynab uning ishini men uning va o'zimning bu yerdalikqa hurmat bo'ldi-da bu yerda. Men cho'qim saqlab turman uning gapi tukicha. Mishada Ali o'ziga ishonish masalasi chiqyapti. Masalan, qiz o'zining jo'risining boshqa bir qiz bilan paranglashayotganini ko'rib keldi. Lekin yigit agar men uning o'rnida bo'lsam, bormayman dedi. Demak, qiz bilan o'g'ilvalning ko'z qarashidagi o'xshamaslik kelib chiqyapti. Menimcha nurg'un qizlar berishni tanlab qilishi mumkin. To'g'ri, endi qizval ko'pincha narsaga asosiyatdan hissiyot bo'yicha muomala qildi. Ya'ni qiz shu o'g'il do'stining yon birisidan paranglashayotganda, shu qizda bir hissiyot bo'ldi-da, hamda ochiq bo'ldi, tirikidi shu hissiyot ustiga harakat qildi. Shunga qizlarning ochiqmi tiz kelgan bilan uni hal qilmoqmi tiz bo'ladi. Ammo erlar ko'pincha aqliy qaraydi nurg'un narsalarga. Yana shayga borsam qanday qiladi, to'g'rilanib xato bo'lamdi, men qanday ta'sir bo'ldi degan o'ylab ondan harakat boshlaydi. Qizlarda unda o'yinish yo'q. Ko'yda ochiq keldi, vaqtida bordi, shu yerda bir taraf qildigan gap. Shunga bu ikkisining shiklisning bir tarafga usuli xato emas. Axirida aytmasliqi Әмәдәмнең миҗаз оқшмайды, bir işlər üçün tozalik səvr qılıb olamaydı gəmə. Məsələn, əgər mən saxlab durğan bolsam, əslən bu tonuş bolsunmu, gerçi tonuşluğunu mən burunda tap tonuşluğunu mən dəb bəgən bolsam, öy ketib bolğandım. Nim degan boğaydı, rast tonuşmudu. O budak bir xil kallamda tügünüb qaldı-çu. Şu aşı işini dərxallam, aşı edilam, bicirvəsəm alanki xatırcam bolma deməkçi. Buldu. Mesela sizden bir soru sorayım. Mesela gelen to'y qilib qoldik, O bilan to'y qilib chiqandim. Mesela kelan to'y qilib qoldik. To'y qilib qolib, mesela qaynopam
mening opam. Yo'q, mening opam. Sizning qiynalgangiz bo'ladimi? Sizning qiynalgangiz bo'ldi-ku. Masalan, ma'lum jihatda sizga ko'nglingiz tegib vaqirab qolgan bo'lsa, siz uni menga kelib demsiz. Yo'q, demayman. Nimishqa? Degan bilan nim foydasi bo'ldi-da u yerda. Shunami, o'zim bir vaqirab mening ko'nglim masalan Ozarbayjondagi ishlar bo'lsa, ya bir 2-3 kun gapma, yana 4-kun bo'lganda, "Ay, apa" deb gaplaman yana balki. Mening o'ylaydiganim menga opamni cho'qim yaxshi ko'rish kerak. Dadangizchi? Dadam tugab ketgan. Masalan, amdiliqi yashanganlarda bir xil g'inyanchilik, bir xil terkak bo'lib qoldi. Ashlar qabul qilmaslik, ishtik ochiqlash. Shu vaqtlarda men o'zimning jufti bilan, ya'ni mening opamning o'tirliqda ziddiyat o'qilishdan ansirayman. Bunaqa o'qigan vaqtida mening nurg'un xizmat bismim paydo bo'lib qoldi. Undan sirt oila bismim, ondan bu ikki odamning o'tirdiki bismlar, shunlar men nurg'un yerdan qalidan charchab ketman. Shoma aybay bu savolni so'rab boqqan yerim. Fatigulada ma'lum bir aylan xizmat ustida aroq ichibdi. O'ylamagan yerda o shu xizmatning ustida yorilibdi. Bu xizmat ustida yorilishga tava bo'lamdi. Ya'ni xizmat ustida yorilandim deb to'lam talab qilish huquqi bo'lamdi. Goviyanninki shu ishtiyovlanish sug'urta nizomining 16-moddasida ishchi xizmatchilarda tuandik ahvollarning biri ko'rilsa, ishtiyovlandi deb qarashga yoki ishtiyovlandi deb bekitishga bo'lmaydi deb belgilangan. Buningda birinchisi qasddan jinoyat sodir qilgan bo'lsa, ikkinchi birisi shu mas bo'lsa yoki zahar chekkan bo'lsa, uchinchisi o'zini meyib qilib olgan bo'lsa yoki o'zini o'ldirib olgan bo'lsa deb belgilangan. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, endi hozir siz so'rgan shu kishi bu xizmat ishlab etib, o'zi aroq ichib, mas'ul qilib zaxmlanibdi. Shunga bu yoqninki zaxmisi ishtiyovlangan doiraga kirmaydi. Rahmat Fatigulada. Qani, davomlashtiring. Marhabaga keldik. Yaxshimisiz, marhaba. Men sizdan bir savol so'ray. Masalan, mening kasbim, oilam lozimat kasb bo'lgandan keyin men o'zim to'pchan o'qitma, mehnat o'qitma. Masalan, shu ishga kelgan shu xizmat kiyimim bilan yo'lda ketib berib, siz o'zingizning yarashimli kiyimlarni kiyib, ya'ni shu o'zingiz yaxshi ko'radigan atirlaringizni chechib, ketib qolgan vaqt do'stlaringiz bilan ketib qolgan vaqtda siz yiroqdan ko'rsangiz meni, yiroqdan ko'rgan siz qanaqa qilasiz? Men chaqiramsiz yoki meningdan qechib yo'lning oqib o'tib ketamsiz? Mana bir ish ko'rgandim. Mening bir og'inam bor. Bu og'inam bilan ishkalan parangiz ketib berish jarayonida bu ishimizdan ishlayotgan. Kiyimlarimiz nayt mehnat o'tdi bu yerda. Biz parangiz ketib berib, men tuyuqsizlik uning muhabbatini ko'rib qoldim. Muhabbati mening o'zining ko'rganimning ko'mindi, lekin muhabbati bizning ko'rdi. Ko'rgan vaqtda muhabbati o'zining endi xijilib qoldimi bu baldan? Bu yer qechishlavlab ketdi-ku. Qo'yib ketganda men u og'inamga demadim. Demay, shuni bilan shu hozir kalam kelib qoldi-ku hozir. Albatta chaqirma. Masalan, Chunki men sizning qilayotgan xizmatingizni biladigan tursam, tushunadigan tursam. Gap sen shundaq yo'lda mengishdan numus qilamsan degan narsa. Shuna. Sen o'zing numus qilmamsan? Yo'q. Unda sening muhabbating hargiz numus qilmaydi buni. To'g'ri. Men shu vaqtda shu og'inamning shu ashtaq bir tradisiya ko'rib qoldim-da men bu yerda. Shuni qarab, shu kalam shu kelib qoldi. Odam degan o'zining ojizlik bilan to'y qildi qaylar. Bu gapni hozir tushunmaysan. Odam o'zining ojizlik bilan to'y qiladi. Hamiyatda buni yig'ib aytsak, bu yanla og'inangning shundoq bir muhabbatni deb emasmi? Bu yana og'inangning masalasi vaqti keldi. Bu yerda dargiz u qizning uni ko'rib ketishidek emas, shundoq ko'rib qochadigan bir qizni og'inangning tepishning o'zi nima desa, og'inangdagi ma'lum psixikalik masala. Unutqanma odam o'zining ojizlik bilan to'y qildi. Rahmat. Masalan, siz men yoqtirgan rangni siz yoqtiramsiz. Masalan, siz qaysi rangni yaxshi ko'rasiz? To'g'ri rangni yaxshi ko'raman. Ochiq ranglarni. Men mu odat ochiq ranglarni yaxshi ko'raman. Masalan, sizning kiyinishingiz qarab kiyinishni yaxshi ko'ramsiz yoki siz men qarab kiyinishni yaxshi ko'ramsiz? O'zimga mos kelishini talab qilib, odam o'zim tarafga mo'nim qilmayman, lekin men mobek
Özümün yaxşı görən kiyimim kiyib şu. Əmdi pek zorlab durmaz. Bu tərəfə mamayma degan. Fatigulda masalan er ayol deb qo'yaylik, masalan qonunliq er ayollar bir uy turmush kechirayotgan vaqtida ma'lum sabab tufaylidan yo'lchi tugab qolgan bo'lsa, shu yo'lchining narsalarini aqtirib yutib ayoli buning ichida nurg'un pul va kartini ko'rib qolgan asosda buni qandoq berib bir taraf qilgan bo'ldi. Hukumat guvohlik o'rniga berib, shu munosabatlik rasmiyatlarni bijirib, hukumat guvohlik o'rni shu hukumat guvohlik xatti chiqarib bergandan keyin shuni olib bankidan bijirib shu pulni olsa bo'ladi. Hamda albatta bu yerda hukumat guvohlik o'rnimi shu hukumat guvohlik bijirish uchun oldi bilan munosabatlik materiallarni kartananki teppagan ayoldan zarur bo'lgan munosabatlik materiallarni ta'minlashni talab qiladi hamda. Shu talab qilgan materiallarni ta'minlab berarsa, andan keyin hukumat guvohliknomasi bijirib bersa, shuning asosan shu munosabatli kishi bankga berib shu pulni olsa bo'ladi. Rahmat tushunish yo'ldi. Yana Akbar sizdan so'raydigan savolim, masalan siz yaxshi ko'rib bir qizni oldingiz deylik, u qiz sizdan ota-onangiz bilan birga turmaslikni, ayrim turishlikni talab qilsa, siz buni qanday qaraysiz? Men qo'shilman. Nima uchun? Chunki mening o'z oldimga bir yashash turmushim bo'ldi. Xo'sh, endi qizlar, tanlash huquqini sizlarga beramiz. Chiroqni o'chirib itish va yoki saqlab qolishni o'zinglar bekitsanglar bo'ladi. Qani, 3, 2, 1. Ikki chiroq siz uchun saqlanib qoldi. Bu yoqdan Gul qiz siz uchun chiroqni saqlab qoldi. Bu yoqdan bo'lsa, Zulxumar siz uchun chiroqni saqlab qoldi. Endi tanlash huquqini sizga berdik Akbar. Agar ixtiyor qilsangiz, mushkaylarning ichidagi biraylarni sahnaga qo'ldan tortib olib kelsangiz bo'ladi, yana biraylarnikini ko'chirib o'tishingiz kerak. Men asosli bu sahnaga chiqish maqsadim shu o'zimga bir loyiq bir jo'r izlash. Mayli hozir bu yerda tushunishmasakmi, lekin keyin yana bu yerdan chiqib tushuntirilish men uning kuchim yetadi. Yani o'zimni qanaqligini men o'zim bilman. Shuningga qarata o'zim bir hukm qilsam Altıncı numaralık Zulxumarni tanladingiz. Undaqda Gul qiz o'zi o'chirib olsinmi chiroqni? Mayli. Rahmat Gul qiz. Zulxumarni men akab beraymi, siz akabsiz? Rahmatli. Mübarək olsun. Kütülməyən xoşallıqlar elçi səhnəmiz arqalı toxtumay tomoshabinlarimizning ko'z oldida namoyon bo'lyotdi. Zulxumar, siz bugun sahnaga kelishdan burun biraz yigit bilan tushib ketaman degan ehtimollikni o'ylashganmidingiz? O'ylashib bo'lib baqqan, lekin nisbati bek tuvanmikin deb o'ylagan. Hozirchi? Hozir. Endi elaqi har qanday bir qizal o'ylaydi-da, o'zining yurtidan aylanib boshqa berishsin. Endi ota-onasini tashlab degandek. Siz qayerlik? Men Urumchilik. Urumchilik. Akbarning Urumchilik bo'lish taraflarimi sizni bir xil qulaylikda hamda ikkimiz bir-birimizni tushundiganmi, ishdan tushgan vaqtlardan bir vaqti bor ekan deb o'yladim-da endi. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, Akbarmi charchab xizmat qiladi ekan. Agar usti beshini chang to'zon bosgan holatda ko'z oldingizda uchirsa, ahvol so'rab qo'yishni, chang to'zonlarni surtib qo'yishni unutmang. Akbar buningda ko'ngil bildi ekan. Akbar chiqinlarga uchirish so'g'it sifatida Sofiyana markali kirim buyumlarini ishlab chiqargan Xinjiang Dilbahar savdo cheklik shirkati oltin uzuk tayyor qildi. Qani Akbar o'z qo'lingiz bilan sepib qo'ying. Marhamat. Qaranglar mushtabda Zulxumar bir jiddiy qiyofatda tuvanga qarab turib bordi. Mening tunji qitim bir qizal uzuk
üzüksep kuşum. Sal ciddiyleşip kalırken Qani. Muborak bo'lsin, qizlar, alqishlataylik ya. Sizlarning Zulqumar mavzusida qanday ishlayapti bu? Akbarning shunday tuzli aytgan ba'zi so'zlar bizning ko'nglimizga yoqyapti, demasam tuzli ifodalayapti. Xo'sh, Akbar sizni quruq qo'l qaytmang edim. Şinjan Albay Xalqaro savdo chekligi shirkati zamoniy erlar kiyimlar ta'minlagan erlar kuyligidan bir nag'ash keting. Qani. Zulqumar buni o'z qo'lingiz bilan bering, sizning qo'lingizdan olsin. Kim başka ne veresiz? Ne deydi o? Kim başqa deb berasiz deb o'ylayman. Ha, may hesab emaskanda, unda o'z uzukni boshqadan apasi bilanmi qanday Berma. Muborak bo'lsin yeni singlim. Agar ishqinglar xush xabaringlarni bizga yetkazib, to'y xabaringlarni berasanglar, ya'ni uylanish guvohnomalarini ko'rsatsanglar, undaqda bosh ustam mahsulotlari bilan dang chiqargan Şinjan Argu Xalqaro savdo chekligi shirkati Şirinay sayohatinglarning, ya'ni sayyohga borgan Şirinay sayohatinglarning chiqimini o'z ustiga oladi. G'ulja, Gultaj yemak-ichmak ishlab chiqarish chekligi shirkati to'y ustallaringlarning ichimliklarini o'z ustiga oladi. Şinjan Albay Xalqaro savdo chekligi shirkati to'yda kiyadigan bir yurish kostyum burligingizni ta'minlaydi. Muborak bo'lsin. Oxirida aytgan yurak so'zlaringlar bo'lsa, e'tirosinglar bo'ldi. Olmasa en güzel kıyafet sahneden ayrılsanlar buldu. Düşüp getiş aldı turvatsızlar, ondaqda sizler köngül sözlerinizlerni bizden ayıran bolsanlar, men köngül sözümni sizlerden ayımay. Yollarda, qandaq kıyafette, qandaq yürüştürüşler bilen bir-biringlar bilen uçuruşdan qat'i nazar, təbəssümünglarni bir-biringlardan ayımanglar. Mübarək bolsun. Meni Alstekni kelishga maqsadim, fikrda o'rtoqlashalaydigan, kasbni qizg'in suydigan Emra bilan tunishib turmushni xotirjam bil o'tkazish. Endi shu jarayonda endi Zulqumar menga chiroqni yondirib qoldi. Men shuni qarta Abqizolga o'zim bir xil qiziqib qoldim. Shuningga Abqizolni men talab qoldim endi. Meni Akbarga chiroq yondirib qoldirib qo'yganim bo'lsa, öz Ürümçideyken bazı işten sert yerip kelgen vaqtlarda balkim ko'rishib uchrashib qilishimiz ehtimoli cho'nroq deb shu an chiroq yondirib qo'ydim. O'zimni kelishgan ig'ir bisaq bir balki. Ko'ngil ayıgan ko'z eng chiroyli ko'z. Ko'ngil ayıgan ko'ngil eng chiroyli ko'ngil. Bir-birining ko'nglini ayab ham shundoq bo'lishini talab qilib, Akbar bilan Zulqumar sahnamizdan ayrildik. Mushu damlarda bir chiroyli naqsha ko'nglinglarga arziydi deb qarayman, singildirib, qani naqsha anglaylimi? Bir qatar aslime xiyolimdan bir-birlab o'tar. Qatar qatar aslime xiyolimdan bir-birlab o'tar. Ba'zisi dilni xush qilar, ba'zisi pinhan yig'latar. Ishqida har dam eslatar muhabbet, muhabbet. Ba'zisi dilni xush qilar, ba'zisi pinhan yig'latar. Ishqida har dam eslatar muhabbet, muhabbet.
yer dildarım Yürekte fakat sen barım Bir görmekni ister bu canim Red kılmağın köngül izharım Muhabbet, muhabbet Red kılmağın köngül izharım Muhabbet, muhabbet Candın aziz kürgünün Tikensiz gülde büzgünüm Candın aziz kürgünün Tikensiz gülde büzgünüm İtna sever keçkinin Qayt qilmasdin ketginin Sebep oshkor qilmadin Bevafo muhabbet Javobsizman neylayin netay Bevafo muhabbet Bevafo muhabbet Bevafo muhabbet Qani qizlar, biz endi ikkinchi mehmonni kutib olishdan burun ekran orqali uning bilan dastlabki qadamda tanishib baqaylik. Ko'rarmanlar, yaxshimisizlar? G'ulchidan kelgan Nijat To'xtaxundan sizlarga o'tliq salom. Men bu yil 24 yosh hozir qilayotgan kasbim bo'lsa, to'rda bevosita tarqitish qilib, to'r so'z qilyapman. Alayirligim yumor so'zlash, ovoz o'zgartirish, qiziqishim futbol o'ynash, sayohat qilish, meni alt sahnasiga kelishdagi maqsadim mijoz xarakterimiz mos kelgan, turmushni qizg'in suydigan, vafodor kuyimchan qizdan birini tepib, xotirjam, ko'ngilli turmush kechirish. Qiynamsa, Nijatni kutib olaylik. Yaxshimisizlar Mayrada? Yaxshimisiz. Yaxshimisizlar ustozlar? Yaxshimisizlar sekinlik güzel qizlar? Men Nijatdan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Nijat, men hozir ko'ribdiman. Bir singlim yangidan chiqibdi. Singlim o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? İsmim Muraziya. Men Urumchidan kasbim bo'lsa, Yasi ma'rifni bitirib, hozir Yasida ishlayapman. Yasida ishlayapsiz. Taraqqiyotga ergishib yangi bir kasb huquqi mana ko'z oldimizda namoyanda bo'ldi. Bevosita tarqitish xizmati bilan shug'ullanaman dedingiz. Shunday. Odatda qanday mahsulotlarni bevosita tarqitish orqali sotasiz? Mahsulot sotmayman. Ha. Bunda ko'ngilli xarakterdagi bevosita tarqitishchu. Undan keyin to'r so'zi yana ayrim bir ilqay. Masalan, mahsulotlaringizni bevosita tarqitish orqali setib baqdingizmi? Undar so'zida. Unda qilib baqmadim. Asas ko'ngilli uchunlar bevosita tarqitish qilyapsiz. Endi keyinchi azroq ilqay finsi jug'langandan keyin undan keyin qilishni. Jug'langandan keyin ba. Undan keyin qilishni o'ylashdim. Hozir sizning bevosita tarqitishingizni shunday ko'rgim kelyapti. Masalan, naq maydonda bevosita tarqitish deb o'ylab baqaylik. Elchi sahnasi orqali bevosita tarqityapsiz. Hozir kayfiyatingiz, his tuyg'ularingiz, sahnaga chiqqandan keyingi o'ylaganlaringiz biz bilan o'rtoqlashib beqma. Tomoshabinlar mana ekran oldida turibdi. Yaxshimisizlar tomoshabinlar? Men Nijatdan sizlarga o'tliq salom. Endi meningki to'g'ri nomim bo'lsa Yog'och quloq. Manglar bilan o'sha ekran orqali sizlar bilan yana bir qator yuz ko'rishganimdan intayin xushalman. Sizning to'g'ridagi nomingiz Yog'och quloqmi? Buni o'zingiz qo'ydingizmi, boshqalar qo'yib qo'ydimi? O'zim qo'yib olgan. Nimishqa? Bir xil umoq anglibchi. Undaq bo'lsa bugun Nijatni Yog'och quloq deb chaqasanglar bo'ladi. O'zi yaxshi ko'rdi ekan. Bo'ladi. Yog'och quloqdan so'raydiganinglar bormi? Ovoz o'zgartirish deganingiz masalan ovoz o'rganamsiz?
Ha, Şu ovoz o'zgartirish uchun kirganda mayda. ovoz doğrayalayman. Bir doğrab beramansan? Ma'qul. Unda olsa men yumurdan bir tal so'zlab bilam, shuning ichidami ovozlarimni Bo'ldi? o'zgartirib qilsam bo'lamdi. Bo'ldi? Mushu marhaba bir kuni kiyim-kechak to'kini ichib qoldi-ku. Bu qizval qattiq kiyim-kechak to'kini ichib olsa, shundaq bozor degan vekshi bo'lib ketibdi. Shunda vaqtda bir ikki tal qizvala bu qizning do'koniga kirib, "Desha shushan, Allohime shushan kiyimdan birini tanlab o'tirishiga marhaba." Qizlarning qishiga beribdi-ku, beriblar. "Vishan, canım. Hep açımda ağzınız için sizge alamet maskelde. Badınızda az şekilde kılıydı canım. Muşkimde ilangay. Başkalar için karan. Şüküz alıkoydun satkanlar. Sizi azara kıprayı mağulma canım. Depli turuşuğa. Ve muşu kalısel çatak baldım bir skripla. Merhabaga. Çamgu bama. Depti de şunun ulan merhabana açık dehşet kepti go bir yer açık kelgandan keyin. Bir yer çamgu nemiş qildi? Qarang, bu degan kim-kechak to'kini. Ang yaxshi siz saymazaga berib qo'yganchimi? Deblam chiqar etib. Ikkinchi kun yana marhaba do'konda qattiq kim-kechak degan ratlab turishiga ikkinchi oyning 14-i yana oshiq mashqlar bayrami kuni ekanda bu. Şunun ulan ikki tal bir oshiq mashq kirib qolibdi do'koniga. Kirib ulan turishiga yana bir marhaba qishib berib qolibdi. Vishay, oshiq mashqlar bayramlar muborak bo'lsin. Ay, men bizdek bo'ytaqlarga qarang, do'kon ichib o'tiramiz mana. Sizlarning oshiq mashqlar bilan bayram o'ynaysizlar. Deb ulan turishiga yana iliq kalsal chataq bol kirib qolibdi, kiriblar. Chamgu bama deb so'rab marhabani ochiq dehshat kapti, kep ulan açıqda şunu ekan. Qirtgan bo'lsam, masalan, tishlaringni amburlab bir taldan qumraytma desa, "Ma'qula" deb chiqibdi-ku. 3-kuni endi marhaba qattiq kim-kechak deganlar ratlab bozor degan dehshat bo'layotgan vaqtda iliq sal qallis chataq bol kep ulan marhabani so'rab qopdi-ku yana. Ambu bama deb so'ragandan keyin marhabani ochiq dehshat kepti. "Ey bu necha kun oyoq chamg'u so'rayotdan, endi bir ambu so'rab qopsan-ku. Bu degan kim-kechak do'koni qarang. Ey bu degan sayvozir emas, 5 xil metal do'kon emas bu." deb uchandir qolsa iliq saram. "Menda yaxshi ambuga bo'lmagandiki chamg'uga badu" degdek. Yomon qiziq-a? Oy. Qiziq ekan. Qiziq ekan. Odat bevas tarqitishda shundaq yumorlarni so'zlamsiz. Ha, asosiyatdan yumor so'zlash. Qanchalik agashkuchingiz bor? 30 mingdek bor. 30 mingdek agashkuchingiz bor. Ularga davomli yumor so'zlab berishni asos qilamsiz yoki naqshlarni aytib, usullarni o'ynaydigan alohidligingiz bormi? Naqshni yaxshi aytolmayman, lekin usul o'ynab, hamda asosiyatdan peki o'ynaymiz emasmi? Uftruqlar tarafiga yumor so'zlab, naqsh aytib yoki boshqa ishlarni qilib. Shu vaqtlarda shu ko'rarmanlarning o'sha bevosita qishni ko'rayotgan ko'rarmanlarning qizg'inlik qarta shu qarish tarafiga qo'llovchilar deb qo'yamiz. Shularni talab qilsa, shu bo'yicha qilib qilamiz. Undaq bo'lsa qizlar so'raydiganlar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi. Albatta, enim sizmi so'raydiganlaringiz bo'lsa so'rang. Unda bo'lsa men boshda so'rab baqsam, mush qizlardan so'rab baqsam, sizlar mush o'g'allar sal do'tarak kelsa, o'zinglarga nisbatan bexatarlik tuyg'usi bo'ldi deb qaramsizlar yoki sizlardan sal aqlliroq bo'lib qolsa bexatarlik tuyg'usi bor deb qaramsizlar. Masalan, do'tarak deganingiz Ali ma'lum bu do'tarak degan gap bu keng ma'noda bo'lib ketadi-ku deyman, shundaqmi? Döt degan ham ko'pincha odamning inkasi qartilishi kerak ekan. Inkasi yo'q, ba'zi inkasi ost odamni döt deb qo'yamiz yoki bo'lmasa ba'zi narsalarni tushunish qiqtari tuban. Demisimi döt hamda odamning döt tarafi bo'ladi. Bir odamning döt tarafi bor. Bilmaydigan nurg'un taraflari bor. Hamma odamning döt odamning aqlli tarafi bor. Shunga biz bunaqa xossim qilib ishlatmaymiz. U faqat ma'lum odamning ma'lum bir qismen bir işığa qartıldıgan gap. Mesela bu farzand tarbiyasi pek ko'p işitimiz. Ata-onalar balının ma'lum qiliq harakatlarini ayıplayman deb o'zlikni yarlandırıp qo'ydigan avval bor. Mesela bir bala bir ishni qilmagan bo'lsa, u shu ishni qilmagan bir shu ishni qamlashtirolmadi. Shu harakatini ayıplaymiz, harakatini jazolaymiz.
qilgan gap so'ziga, ammo o'zlikni qo'g'dab qolmiz. O'zlik degan o'zlik. Shunga mushtoqlarda biz diqqat qilishimiz kerak. Shunga dört adam yo'q, dötlük bor. Dötlük. Ammo dört adam mavjud emas. Rahmat. Masalan, sodda odamlarni, masalan, dut deb qo'yamiz-ku endi. Dut deyamsak, mas sodda deymiz. Şoňa bek aqllı adamlarning mas'uliyatini qilishni atayin. Ba'zi bek aqllı adamlar kalla o'yintidan chiqib qoldi-ku, aqlliqligidan. Unda adamlar bek mas'uliyat to'g'risini berib ketolmaydi. Meningki loyiq tanlashdagi o'lchimim cho'qim mendan aqlliroq bo'lsa, masalan, qaysi jihatdan, masalan, mening qo'limni ilib, bitaklab menga olsa, men bilmagan o'g'itolsa, men bilmaydigan yerlarga menga bildiralsa, yoki qilib qolsa, men menga shu birligi, mayli ruhiy jihatdan bo'lamdi, mayli turmush jihatdan bo'lamdi, mayli qaysi jihatdan menga bir yetakchilik rolini o'ylay olsa deb o'ylayman. Unda qizlar so'raydigan savol bo'lsa so'rsin. Qani, kimning savoli bor? Farg'ona. Siz odatda shu ulab taqtish dedingiz, undan boshqa yana nima ish qilasiz? To'rsotsi, masalan, girim bo'yim, bundaq soat, zanjir degandek narsalarni ancha-muncha chambarak va yoki boshqa yerlarda setib chiqarman. Ba'zi naq molni tutibchi. Do'kon yo'q, shu to'rda savdo qilamsiz? To'yib bo'lgandan keyin ayolingizni damliq uyda chayliq kirim qilib o'zini tuzashtirib yurishni yaxshi ko'ramsiz ya? Bo'pti, qanday yursang bo'ldi deb o'zining yurishini ham qo'yib berasiz. Men ayolimningki shu bo'lsa, kundan kun go'zal bo'lib, shu go'zal ruxsor bilan meni o'ziga jalb qilib, kundalik meni xo'shal qilsa deb o'ylayman. Ayol kishi deganlik oilaning ishlarini qilish kerak emas, balki mayradandek chiroyli go'zal bo'lsin bo'ldi. Rahmat. Demak, oiladimi o'zini tashlab etmasa, o'zini suyishni unutib qolmasa deb o'ylayotgansizda, ayollar. Loyiqingizniki shundoq qilib şu xatir kunlarda uningga sovg'at berishingizni, uningga tuyuqsiz xo'shalik ato qilishingizni talab qilishini rad qilamsiz yoki shundoq qo'llamsiz, shu ishni qilib beramsiz? Men qo'llayman, nima ish qilganda misol romantikaroqchi endi ashtaroq bo'lishni umid qilaman. Men mo'ylaqibek ashtaq kunlarni bakilaqi. Unda kun deganim kun kelmaydi, yilda bir ish qata keladi. Siz ahamiyat berdigansizda? Men bek ahamiyat berman. Men undaq kunlar cho'qim ish bo'lmagan vaqtda endi ilaqa bir yad bo'lanmay qolsaqmi endi qizil bo'la qarqil bo'lsinmi muboraklayman. Eng qisqasi bir qiz bilan yurgan xatir kuningizningki 1 yillik deb turaylik hozir. Masalan, 1 yillik xatir kuningizda shu qizga siz qanday tayyorgarlik qilasiz 1 yillik xatir kuninglarda? 1 yillik xatir kunda men to'y taklifi qo'yib, u qizga uzuk sab qo'yishni o'ylaganman. Sen bu yog'och quloq deb tushib qo'yibsizmi? O'zi qo'yibdi. Yog'och quloq deganni sen kim qo'yib qo'ydi? O'zim qo'ygan. Bir xillik yoqtirmaychi, bu simbek umoqlamandi. Ashtaq. O'zingizim sal yog'och quloq deb o'ylamsizga? Yo, men bek gap anglayman, odatda quloqim sal yumshoqroq, shunga sal qarama-qarshi sim qo'yib oldim bo'sh qilib. Xato emas, shun bir g'ishing deb qo'yamdi. O'zgachilikka xoslikqa bor. O'zing muoshiliqi burun bir çaylıvatı, qora çay. Şunun bir tik turib oldigan bir shamli var bunda. Shuningdekmi, o'zing urib, yenik bola kelsa, yog'och quloqmi? O choyga sham turvasiga uyga mehmon kelgan bo'lsa. O'sha daytmi? Ammo asimcha o'zi xas qila. Yog'och quloqqa. Salbiy ismni qo'ygan odamlarning o'zi xarakteri bor odamlar-ku. Ijobiy ism degan nimadan qo'yib oladi? U normal, ammo salbiy ism qo'ya olish degan xarakteri bor. Mundaroq odamlar bo'ladi. Masalan, siz sharoit yaxshi qiz oldim birini topdingiz deylik. Onundan sizning kutgan umidi naydi jiq. Masalan, mashinasi bo'lsa, uy bo'lsa, pul jiq bo'lsa deb o'ylaydim. Sizga shunday talabni qo'ygan vaqtida siz texmo tirishamsiz yoki ashqizni rad qilamsiz? Men o qizval mayli o qizval undaq talab qo'ysin, qo'ymasin, odam degan cho'qim yuqoriga ilgarilanish kerak-ku. Masalan, bir taqqa yamashquchi bo'lsa, taqdan yiqilib tushgan vaqtda yana o'sha taq qarab, "Ey taq, men yana at kelima" deyilish kerak. Bu gapni qo'y alim olim degan. Shunda o'sim ashkepi bek menga ta'sir qilgancha alim olimningki. Tirishib o'sha qizvalningki o'sha ko'zlagan turmushiga men yetkazishga ishonchim bor, tirishiman. Rahmat, texmo tirishing. Nejat, men bir savol so'rab baqsam, Bo'ldi. Urumchi turamsiz yo G'uljut turamsiz? Men G'uljut turman, lekin shu Urumchiga chiqib turishni bek
arzu qilman, lekin Biyos tarqitish qilyapman deysiz, uni nima qilyapsiz? Uni shu G'uljitga uyda qilyapman-ku, telefon orqali qilamiz-ku uni. O'sha fursatda bir Portugaliyadan bir savol so'rab olaychi. Portugaliyadan o'sha hukumat e'tirof qilgan hukumat guvohchisinki yosh cheklimasi bo'lamdi. O'sha davlatimizning hukumat guvohligi qonunida hukumat guvohchisining yoshi 25 yoshdan yuqori, 65 yoshdan tuvan bo'lish kerak deb aniq belgilangan. Rahmat Portugalda. Rahmat. Qarang Nijat, bir yigit to'y qilib uzun o'tmay ayolining bo'yida qapti. Lekin mushu vaqtda ma'lum bir sabablar tufaylidan yigit qat'iy ajrashiman deb turibdi. Endi bu yerda balkim yigitning o'ylig'ini bor, endi men qiz tarafning hissiyot nuqtasida turib, men Portugaliyadamdan so'rab baqsam, ig'ir oyoq mezgilida er tarafning ayol tarafni ajrashishga majburlashi to'g'rimi? Oldi bilan qonun asosini o'qitib qo'yaylik. Davlatimiz Yaxlab qonun dasturining 1086-moddasida ayol homildor mezgilda to'qqandan keyingi 1 yil ichida yoki bola tushagandan keyingi 6 oy ichida er taraf ajrashishni talab qilsa bo'lmaydi deb aniq belgilangan. Bundoq ahvollarda endi masalan shu ayol agar eri ajrashishni talab qilib sud mahkamasiga arz qilgan bo'lsa, ayol taraf shu o'zining homildor ekanligi to'g'risidagi dalil isbotni olib sudga ta'minlash kerak. Endi bu er taraf ayolining homildor ekanligini bilmay sudga arz qilib qolgan bo'lsa, arzni qaytarib olsa bo'ladi. Agar arzni qaytarib olmasa, xalq sud mahkamasi qonun bo'yicha bartaraf qiladi. Rahmat. Opamning qo'sqida 6 oylik vaqtda ota-onam ajrashib ketgan-ku. Shunga savolni so'rab yaxshi qildingiz. Men sal bilib oldim-ku. Bu ish sizning bolalikdagi zahmingiz bo'lib qolganmi va yoki hozir siz qabul qila oldingizmi bu ishni? U endi boshlang'ich o'qiyotgan vaqtda pek cho'ng zarba bo'lgan. Keyin to'liqsizlik chiqqandan keyin sal cho'ng oldimmi, ancha cho'ng zarba bo'lmadi. Siz opangiz bilan birga turamsiz odatda? Opam bilan birga turman. Dadangizning boshqa turmushi bor? Dadamningki boshqa turmushi bor. Siz birla bolami? Bir tal adam bor. Adam ishkilimizni opam shu beqib cho'ng qilganda. Ukam shu ayni vaqtida siz opangizning qo'sqida 6 oy vaqtida opangizdan dadangiz ajrashib ketibdi ekan. Bu vaqtda balkim opangiz ajrashishni talab qilgan bo'lishi yoki kelishib ajrashishga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shundaq bo'lganda undan keyin ular ajrasha oladi. Endi biz bayam o'tirib qo'ygan fikr, ayol homildor vaqtida er taraf ajrashishni talab qilsa, cheklamaga uchraydi deganni o'tirib qo'ymoqchi. Mundaqcha qaqti shu dadam taloq qarab ajrashib ekan to'qshu. Shuni opam amalsiz qo'shilib tikanda. Demak, ayol kishining mu bardoshlik kuchi chekiga yetganda balkim tanlashi boshqacha bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Endi ayol taraf homildor bo'lsa-mu, o'zi xolisa, ajrashishga qo'shilsa yoki ajrashishni o'zi talab qilsa bo'ladi. Hadingiz bilan opangiz sizning bevosita tarqitish xizmati qilishingizni qo'llamdi. Qo'llaydi. Ular sizning ergashuvchingizmi? Opam sal yoshga cho'ngroq 57 yoshlarga kirdi endi. Asosiyatdan bevosita tarqitishimni ancha ko'rib ketmaydi, lekin qo'llaydi. Masalan, choy kirpirdi degandekchi. Jiqqa yaqqandika odatda ustab qolsa bolam deb choy damlab birdi. Tamoqlarimni joyida qilib birdi degandek. Qani qizlardan so'raydiganlaringiz bo'lsa so'rsangiz bo'ladi. Qizlar ishchinglarda qilib qolgan savollar bo'lsa so'rsanglar yana bo'ladi. Nijat, men sizdan bir gap so'rasam. Bo'ldi. Sizning bu elchi programmaga kelganingizni uydagilaringiz bilamdi. Opam bildi, opam bilan bir uy turayotgandiki, dadam uqmaydi. Dadam bilan aloqa ancha qilishib ketmaymiz-ku. Opangiz qo'shilibdi-da? Opam qo'shilgan. Nima dedi opangiz? Shu baldorak kelinga kelsan oladi dedi. Qani, endi qizlar qarsak 7 nafar qiz izchil chiroqni saqlab turibdi. Nijat, men qizlarga talash huquqi berman-da, o'tishki bir. Gulqiz bilan Raziya siz uchun chiroq saqlab qoldi. Raziya, siz izchil ko'p paranglar aralashmadingiz, nima uchun chiroq saqlab qoldingiz? Tunji qatim meni bu sayni chiqishim, o'zim bayaqi sal jiddiylashib qoldim bunga chiqishda. Aniki bu balning gap so'zini anglab sal chiroqni saqlab qoldim. Demak, hozir agar sizning oldingizga qo'lingizdan tortib ekanmoqchi bo'lsangiz kelasiz, shundaqmi? Shunaq. Tushundim. Gulqiz, sizchu
Anısı boğan hürmet için şundaqla bir ailəyə şunçalik könülən mehriban əy buldu ekan deb oylab turağını saqlab qaldım. Bo'ldi. Rahmat ishqinglarga. Undaq bo'lsa, endi men tanlash huquqini Nijatga berdim. Bakırıp tevekkülçilik his qilib qoldim bu Raziyaga nisbatan aytganda. Raziya sahnaga tunji qitim chiqibla o'zingiz endi balkim bak tushunish cho'nqir bo'lmadi qisqa vaqt ichida. Lekin tevekkülçilik ro'yi bilanla Nijatga qo'l berdingiz. Maylimi? Tevekkül qilib baqay deyapsiz, ha? Agar siz arziydi deb qarasangiz mayli. Nijat Raziya bilan ko'p paranglashmadingiz. Chiroq saqlab qolgani uchun tanladingizmi yoki boshqa sabab bormi? Yo'q, endi chiroq saqlab qolganlik uchun tanlaganim emas. Endi men mushu sahna qilgan gaplarimning hammasini angladi, ideyasidan o'tdi, shuning uchun chiroq saqlab qoldi. Albatta, mening uchun mushunchalik daraja tushanda meni tushunib turib qabul qila oldi. Demek keyingi turmushimiz mening uchun ham xotirjamlik ham baxtli bo'lib o'tadi deb qarayman. Sizchi, sizning tushunishingiz-chi? Mening tushunishim endi men sal keng qo'saq ham sal yo'l qo'ymaymiz. Shunga endi tanlagan ekanman cho'qim oxirgacha mangni. Ham bu qizlarni ish qilib yoqtirdim men. Raziyaga diqqat qilganmidingiz sahnaga chiqqandan boshlab? Diqqat qilgan bayonliqqa o'zini tanishtirishni unutib qolibdi degandan tortibman. Qizlarga diqqat qilib chiqqan shu. Hammasiniki gaplarini angladim. Bu Raziyam jiq savol so'ramadi garchi. Lekin menga chiroq saqlab qolgandan xush bo'ldim. Ham Raziyani bugun tanlaganimdanmi xush bo'ldim. Endi Raziyani hargiz shu men uchun chiroq saqlab kelib saqlab qolgani uchun men mush qizlarning chiroqini menga o'chirib qo'ymayman. O'zimning men chiroqim shunday. Men uchun chiroq saqlab qolgan qizning chirog'ini menga o'chirib qo'ymayman degan esil bir gapni qildingiz, ha? Aprin inim. Xo'sh, qizlar uchun sovg'a tayyorlab kelamidingiz aqcha? Aldirash sababini shu hozircha sovg'a tayyorlab kelammidim. Lekin biz siz uchun tayyor qildik. Rasmanimda yaxshi. Sofiyana markasi bilan tanilgan Şinjan Dilbahar savdo-chaklik shirkati qiz yigitning uchrashish sovg'asi sifatida bir tal oltin uzuk tayyor qildi. Qani Raziyaga siz o'z qo'lingiz bilan bering. Men bu tunji qataq qiz bo'lib uzuk selishim endi. Ha, qanday qildiga? Jiddiylashyapti. Raziya endi bizning uyda ikkita Raziya bor bo'lgan bo'ldi. Bu uzukni qabul qiling. Meni adamim ismi Raziya. Şinjan Albert Xalqaro savdo-chaklik shirkati zamoniy erlar kiyimlari siz uchun bir tal erlar ko'yniga tayyor qildi. Qani. Raziya o'z qo'lingiz bilan bering, ha? Ko'proq aslimlarni qoldirib qo'yib tushib ketdi, chiqib ketdingiz. Xijil bo'lib ketdi. Endi ishqinglar haqiqatan qo'lda tushib ketganga loyiq chiroqlar o'chirilmay xush xabarlar bizga yetganida bosh ustan markasi bilan ko'pchilikka batma tanilgan Şinjan Arg'ul xalqaro savdo-chaklik shirkati ishqinglarning to'y shirinay sayohatinglarning butun chiqimini o'z ustiga oladi. Agar rostila to'y qila olsanglar, G'ulja Gultash yemak-ichmak ishlab chiqarish chaklik shirkati to'y ustallaringlarning ichimliklarini o'z ustiga oladi. Yana bak. U bo'lsa-mu Şinjan Albert xalqaro savdo-chaklik shirkati to'yliq bir yurish kostyum burilkani sizga ta'minlaydi. To'yingizga kostyum burilkada mag'am qilmang. G'imingizni xeli qildik. Rahmat. Undaqda yana bir esil gapdan bir jumla deb qo'yib sahnadan ayrilamsiz yoki jimjitqina ayrilamsiz? Endi Alim olam o'chaqchaqdan bir qaytib ayrilaymikin. Ha, shundaymi qiling. Malim xafammasiz-a? Bek chaqchaq ko'tirdi. Mushu Ali muallim bir kuni mush qattiq uxlab o'tib, shuda qanda bo'la qoldi, bu yig'lab lo'xin ketib qopdi-ku. Bu ayoli, bu nima ish bo'ldi? Bu yig'lab lo'xin ketdingiz-ku.
dese bu Ali Muallim şimdi toy kutuya kaptı mı? Depti de bu ayal vay bu düşürdüğünüzde toy kutuya kalsınız mı bu hapıldığı şumsa bu jıglaydığı şumsa bu hoşallık işken o dese Ali Muallim Türk'te nemiz hoşallık iş oldu bunu düşündüm yenisini yaptım edik yaman kızık. Ali mat. Ali yumur qandaq ke? Bu oyunumuzda jiboklı jarayonda nutq qobiliyatim yetilib qopdi o'ziga cho'q hali ravan o'ziga xos bir uslubni yaratibdi. Bo'ldi o'yinim ham shikkanning yaxshi bir alish baqishini, texnik tushunishini yani ahırda mayra degandek o'y tutib shundami oxirigacha bir sonini qo'g'dab bir sonini yuritib sen degandek uchrab qo'ymay shuni chin dilimizdan umid qilamiz. Xudo rahmat qilsin. Rahmat sizga. Qo'shqini. El texnisiga chiqib, boshsal jiddiylaşdim. Misal o'zimni toza deyarlik namoyon qilolmadim. Lekin shundaqdimi men uchun chiroq saqlab qolgan Raziyaga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Bu Raziyani tanlashimdagi sababim bu Raziya meniki bir yaxshi juftdim, hamroyim bo'la olay deb qaradim. Garchi bu ishimiz uzun paranglashmagan bo'lsaqmi, menda shunday bir tuyg'u bo'ldi, shunga Raziyani tanladim. Men bu elchi programmasiga tunji qitim sonliq qatnashim bo'lma. Chiroq saqlashga maqsadim bu balniki gap so'zlarni hamma joyda ekanligini bilib olib, bu chiroqni saqlab qoldim. Elchi sahnasida har vaqt chiroqlarimizning o'chmagan holatda turishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qizlar sizlar quruq qo'l yanmanglar. Berginaz, Gulginaz, Gulgibar markalari bilan tanilgan Xinjiang Berginaz xalqaro savdo shirkati sizlar uchun sovg'atlarni tayyor qildi. Uningdan boshqa yana Sofiyana markasi bilan tanilgan Xinjiang Dilbahar savdo shirkatimi grim buyumlarini sizlarga ta'minlaydi ekan, qani qabul qilinglar. Elchi sahnasida pat-pat yumor so'zlaydigan yigitlarni chiqib qoladi. Lekin turmush u yumor emas. Turmush bizdan astoydillikni talab qiladi. Bir tarafdan yumor so'zladi, bir tarafdan astoydillik bilan o'zining cho'risini kuzatib, oxirida muvaffaqiyat qozonib sahnamizdan ayrildi. Bunday xush xabarlarni biz pat-pat tomoshabin do'stlarimizga yetkazishga aldiraymiz ham shuning uchun biz xush bo'lamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajidorligini o'zgacha kam tetit qo'llari bilan xaridorlarning oldin tanlash bo'lib kelayotgan Xinjiang o'z uchun yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni saptava ishchimliklari bilan iste'molchilarning yoqtirishiga erishgan G'ulja Gultash yemak-ichmak ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Berginaz, Gulginaz, Gulgibar markalari bilan tanilgan Xinjiang Berginaz xalqaro savdo shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Elchi programmamizni Xinjiang kamera madaniyat tarqatish shirkati ajri bilan ishlagan. Programmamizni kamera açık arqalıqmı xalqa vaqt görələysizlər. Hər həftəlik yeni sanını görüşünü unutub qalmaysizlər. Qadrli görmən dostlar, hər həftənin məlum bir günü işiğanlarını bir çəkidi. Onun ismi Elçi. O bəl biz. Biz işiğanlarının aldıq gəldik. Xuş xəbər yetkizgili. Qiyminlağa qammat boğulu işiğanlarını içinlər. Xeyr xoş, kilər həftə görüşəyiz.